uloqchi etiklarimiz mana observskiy fasonda tikilib, zakatopkalari 2 kilo qalin fabrishniy kojada tikilyapti. Kojalari fabrishniy, shoplari 5 qatordan tikilgan. Padosh chipiraylari nimaqalari mana zakasni qilib 2 qatordan qoqilyapti. Bir etigimizga 2 ta etikda material ishlayapti. Ichki astargacha mana 2 kilo qalin fabrishniy koja. Kojalari o'ta qalin fabrishniy. Stilka chipiraylari ham fabrishniy chipiray, suv tegsa ishtima bo'lmaydi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, profilda nomerlarimiz bor. Xizmat bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Etiklarni zakasini qilib tikib bitirib beramiz. Hamma etiklarimiz ichki astargacha 2 kilo qalin fabrishniy kojada tikilyapti. Chipiraylarimiz ham 2 kilo qalin fabrishniy chipirak. Zakasni etiklarimizni hammasini miqlarini 2 qatordan qo'yapmiz. Xizmat bo'lsa profilda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Etiklarni zakasini qilib tikib bitirib beramiz. Xizmat bo'lsa bemalol.